Yer ostida, ko'zimiz yetmaydigan chuqurlikda olimlar okean miqdoriga yaqin suv yashirin bo'lishi mumkinligini aytadi. Bu gap eshitilganda odam darrov pastda suyuq suvli katta ko'l bor deb o'ylaydi. Ammo sir shundaki, gap ko'pincha suyuq ko'l haqida emas. Savol esa juda keskin. Bu suv dinozavrlar davridan qolganmi yoki undan ham qadimgimi? Ilmda okean degan so'z bu yerda ko'proq taqqoslash uchun ishlatiladi. Ya'ni suv ko'p bo'lishi mumkin, lekin u yerda u odatda ko'l bo'lib yig'ilib turmaydi. Suv jinslarning ichida singib qolgan holatda bo'ladi. Shuning uchun to'g'riroq ibora yer ostidagi suv rezervuari. Odamlar shu farqni bilmasa, mavzuni butunlay noto'g'ri tushunib oladi. Olimlar ko'pincha 410-660 kilometr atrofidagi mantiya o'tish zonasini tilga oladi. Bu qatlam yer po'stlog'i emas, juda chuqurdagi mantiya qismi. U yerda bosim oddiy hayotdagidan millionlab marta katta, harorat esa juda yuqori. Shu sharoit minerallarni boshqacha qiladi. Ayrimlari suvni o'z tuzilmasida ushlab qola oladi. Demak, rezervuar deganda aynan shu zona nazarda tutiladi. Eng muhim nuqta, bu suv ko'pincha suyuq emas. U mineralning kristal tuzilmasi ichida yashirin bo'ladi. Xuddi gubka suvni ushlagandek. Buni ko'pchilik namlik deb tushunsa ham bo'ladi. Lekin bu namlik oddiy yer osti suvi kabi oqib yurmaydi. Shuning uchun yer ostida okean degan gap aslida yer ostidagi jinslar suvni o'z ichiga olgan degan ilmiy mazmunga ega. O'tish zonasida bo'lishi mumkin bo'lgan minerallardan biri ringvudit. U juda yuqori bosimda hosil bo'ladi va suvni kristal ichida ushlab turishi mumkin. Bu avval nazariya va tajriba darajasida edi. Keyin esa tabiatning o'zi dalil berib qo'ydi. Juda chuqurdan chiqqan ayrim olmoslar ichida ringvudit topildi va u suvli ekani ko'rsatildi. Shu topilma bahsni butun dunyoga yoydi. Ba'zi olmoslar yer ostida chuqur bosimda paydo bo'lib, keyin vulqon portlashi orqali yuzaga chiqib qoladi. Eng qiziq tomoni, olmos ichida juda mayda toshchalar, mineral bo'laklari qamalib qoladi. Olimlar aynan shu bo'laklarga qarab, olmos qaysi chuqurlik sharoitida hosil bo'lganini bilishga urinadi. Ringvuditga o'xshash bo'lak topilsa, bu o'tish zonasida suv saqlanishi mumkinligi haqidagi fikrni kuchaytiradi. Endi savol, nega olimlar okeanlar miqdoriga yaqin deyishga jur'at qiladi? Chunki zona juda katta. Agar jinslarning ichida suv miqdori hatto kichkina foiz bo'lsa ham, butun zona bo'ylab yig'ilganda natija ulkan bo'ladi. Bu hamma joyda suv ko'p degani emas. Hajm katta bo'lgani uchun oz foiz ham katta miqdorga aylanishi mumkin degani. Shuning uchun bu mavzu juda katta ko'rinadi. O'tish zonasida ringvuditdan tashqari vadislayit degan mineral ham muhokama qilinadi. U ham suvni kristal tuzilmasida ushlab turishga moyil bo'lishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Demak, masala bitta mineral topildi bo'ldi emas. Balki butun o'tish zonasining mineral tarkibi suvni uzoq muddat saqlashga mos bo'lishi mumkin. Shuning uchun ilmiy munozara kengayadi. Suv qanday tarqaladi? Qayerda ko'proq, qayerda kam? Suv faqat yuqorida qolib ketmaydi. Okean tubidagi plitalar quruqlik ostiga kirib ketganda suvli minerallarni ham olib tushishi mumkin. Bu jarayon subduksiya deb ataladi. Plitalar bir-birining ostiga kiradi. Millionlab yillar davomida shu yo'l bilan suvning bir qismi juda chuqurga kiradi. Demak, yer yuzidagi okean suvining ma'lum ulushi yer ostiga ham aloqa qilish ehtimoli bor. 660 kilometr atrofida minerallar fazasi o'zgaradi. Bu xuddi eshikka o'xshaydi. Ba'zi oqimlar bu chegaradan o'tishi qiyinlashadi, ba'zilari esa o'tib ketadi. Shu sabab suv ham bir xil pastga tushavermaydi. Natijada o'tish zonasi ba'zan to'planish joyi bo'lib qolishi mumkin. Bu yer ostidagi suv ombori g'oyasini kuchaytiradi. Chunki ombor paydo bo'lishi uchun aynan shunday to'xtash nuqtasi kerak bo'ladi.
Yer ostini kamera bilan ko'ra olmaymiz. Olimlar zilzila to'lqinlarini rentgen o'rnida ishlatadi. To'lqin tezligi o'zgarsa, demak, jins tarkibi ham boshqacha bo'lishi mumkin. Shunday xaritalarda ayrim zonalar boshqacha ko'rinadi. Bu bevosita mana suv degani emas, lekin bu yerda sharoit va tarkib farq qiladi degan kuchli ishora. Ilmiy sir ham ko'pincha shunday bilvosita izlardan boshlanadi. Ba'zi tadqiqotlar 660 km yaqinida qisman erishga o'xshash belgi bo'lishi mumkinligini aytadi. Nega bu muhim? Chunki suv bo'lsa, jinslar biroz osonroq erishi mumkin. Ya'ni suv erishni tezlashtiruvchi omil bo'lib xizmat qilishi ehtimol. Agar shunday bo'lsa, suv faqat yashirin ombor emas, u yer ostidagi jarayonlarga bevosita ta'sir qiladigan faol ishtirokchi bo'ladi. Bu fikrni isbotlash oson emas, lekin ishoralar qiziq. Odamlar qadimgi okean qatlami deganda ko'pincha ikkita narsani bir-biriga qo'shib yuboradi. Birinchisi, suvga boy rezervuar, suv minerallar ichida saqlangan. Ikkinchisi esa okean tubi qobig'i bo'laklari yer ostiga cho'kib, chuqurda yig'ilib qolgan degan g'oya. Biri suv ombori, biri esa qobiq qoldig'i. Videoda shu farq aniq aytilmasa, tomoshabin butun mavzuni noto'g'ri tushunadi. Dinozavrlar davri taxminan 230-66 million yil oldin. O'sha vaqt ham plitalar cho'kkan. Demak, suvning bir qismi o'sha davrlarda ham yer ostiga tushgan bo'lishi mumkin. Lekin rezervuar faqat dinozavrlar davridan qolgan deyish juda qiyin. Chunki bu jarayon yer tarixida doim bo'lgan. Shuning uchun eng to'g'ri javob dinozavrlar davri ham bo'lishi mumkin, ammo undan ham qadimgi bo'lish ehtimoli kuchli. Okean tubi qobig'i cho'kib borganda u har doim erib yo'q bo'lib ketadi degan qoida yo'q. Ba'zi bo'laklar juda chuqurga borib, uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin. Bu bo'laklar mantiyada begona tana sifatida qoladi. Seysmik to'lqinlar ularni boshqacha ko'rsatishi mumkin. Shu sabab qadimgi okean qatlami degan gap ba'zan aynan shu qoldiqlarga nisbatan ishlatiladi. Bu esa suv mavzusidan boshqa, ikkinchi sirli yo'nalish. Mantiyaning eng past qismida olimlar ulkan anomaliyalarni ko'radi. Zilzila to'lqinlari u yerdan o'tganda boshqacha tezlikda yuradi. Bu zonalar ba'zan past tezlikli ulkan hududlar deb ataladi. Qiziq joyi, ayrim olimlar buni qadimgi okean qobig'i bo'laklari to'planishi bilan bog'laydi. Boshqalar esa yer paydo bo'lgan davrdan qolgan juda qadimgi material deydi. Bahs davom etayotgani sirning o'zi. Suv bo'lsa, jinslar qattiq tosh bo'lib turganida ham biroz boshqacha harakat qiladi. Ular sekin oqishi osonlashishi mumkin. Bu esa mantiyaning aylanishiga ta'sir qiladi. Mantiyaning aylanishi esa plitalarning harakati bilan bog'liq. Demak, yer ostidagi suv omborlari faqat qiziq fakt emas, u yer yuzidagi tektonika, zilzilalar va vulqonlar qanday ishlashiga ham bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan katta omil. Ko'p kuchli vulqon tizimlari suvli plitalar cho'kadigan hududlarda joylashgan. Sababi oddiy. Suv jinslarning erishishini osonlashtiradi va magma hosil bo'lishiga yordam beradi. Shuning uchun yer ostidagi suv mavzusi vulqonlar bilan ham bog'lanib ketadi. Bu degani rezervuardagi suv ertaga vulqonni portlatadi emas, lekin yer ostidagi suv sikli uzoq muddatda yer yuzidagi faoliyatga ta'sir qilishi mumkin. Bu suv qachondan beri u yerda degan savol eng qiyini. Chunki biz u yerdan to'g'ridan-to'g'ri katta namuna olib chiqa olmaymiz. 1-2 olmos inkluziyasi bilan butun rezervuarning yoshini aniq belgilash mushkul. Olimlar ko'proq model, to'lqinlar, minerallar xatti-harakati va yer tarixidagi plitalar harakatiga qarab taxmin qiladi. Shu sabab dinozavrlar davri faqat bitta ehtimol, aniq chegara emas. Xulosa shuki, yer ostida okean bor degan gap ko'pincha suyuq suvli ko'l emas, minerallar ichida saqlangan ulkan suv rezervuari degani.
Bu rezervuar dinozavrlar davrida ham suv qabul qilgan bo'lishi mumkin. Lekin jarayon yer tarixida uzluksiz davom etgani uchun undan ham qadimgi bo'lishi ehtimoli kuchli. Qadimgi okean iborasi esa ba'zan suvni, ba'zan cho'kib ketgan okean qobig'i bo'laklarini anglatadi. Qo'shimcha materiallar va kengaytirilgan izohlar faqat Telegram kanalimizda.